Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, hammalarga xayrli tong. Mana haftaning seshanba kuni 18-noyabr 2025-yil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmoncha chorva bozoridan Xudo xolasa syomkalar boshladik. Har doimgidek xunajinlardan keladi. Mana bugungi bozorimizda olingan xunajinimiz 6 million 400 ming so'mga sotilibdi akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Seroq Xudo xolasa ko'chatlarimiz bugun bozorimizda. Hasanboy nech pullar jupi? Anasini 11,5 pulda. 11,5 million so'm. Bo'ylari 1.5 1.10 plus million xunajinlarimiz. Bunisi-chi? 10 million pulda. 10 million so'm. Bunisini 11,5, 11,5 ga 10 million. Berilgan ekan akalar. Bergam yo'q. Bugungi bozorimizda. Ko'rsatavering orqa boshini ham. Ishqibozlarga telefon raqam 93lik 93lik 949 949 2550. 2550 aloqaga chiqarasizlar. Mana har doim bo'ladi do'stimizda. Mana sifatlaridan Xudo xolasa. Ko'rsatavering. Mollar vobshe Xudo xolasa yaxshi. Orqa boshi ham zo'r. Bozoringiz bersin, charchamang. Sirovgarchilik. Qizg'in savdolar. Qoraga qaysi bir savdo bo'lyapti? Qaysi biri hozir aka? Nech pul? Mana aka. Savdosi bo'lyapti bugungi bozorimizda. 9 million 700 ming so'mga berilmayapti ekan. Bo'ylari 1.10 plus minus. Xunajinlarimiz. Bular nech puldan? Qizg'in savdolar mana. 97-98 ga sotilibdi akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Mana sifatchamiz. Nech pulga bermayapsiz buni? 9 million 200 ming so'm. Bugungi bozorimizda. Turadi. Mana sifatlilardan Xudo xolasa bugungi bozorimizda. Sirovgarchilik akalar. Jupi nech pulga bordi qora aka? 10 dan baland. Bunisi-chi? 10 ga o'tib berishar ekan. Telefon raqam bormi ishqibozlaring? Aytavering. 99lik 613 0525. Hozirgi raqamga aloqaga chiqasizlar, har doim bo'ladi akamiz. Bunisi 10 million kami bor, bunisi 10 million oshiq ekan akalar. Bugungi bozorimizda. Hoji aka nech pul? Bunisini 86. Bunisini-chi hoji aka? 9 million 200 ming so'm bunisi akalar. Bo'ylari 1.10, 1.5 plus minus Xudo xolasa mana akalar. Bunisi 10 million kam bor, bunisi 10 million oshiq savdosi bo'pti. Hozirgi raqamga aloqaga chiqarasizlar, yetkazib berishadi Xudo xolasa. Sirovgarchilik akalar bugungi bozorimizda. Narxlar pasaymoqda. Mana sigir bozorimizga o'tdik. Xudo xolasa mana Jayda sigirlardan do'stimizda Shodjondan. Nech pul do'stim? 18 million. 18 million so'm. Berilgan yo'q. Nechinchi tug'ish? Birinchi tug'ishki. Bozoringiz bersin do'st. Volanovos. Nechinchi qorin? 3-qorin. Yana bir bor. Tuzimsiz 3-qoringa akalar, mana bolasini o'g'izcha. Puli nech pul buni? 30 million kami bor. 30 million kami bor. Xudo xolasa bozor nima deyapti aka? Bozor 26,5 million qilishyapti. 26,5 million so'mga berilmayapti ekan mana shu bozorimizda. Ishqibozlarga telefon raqami 97lik aytavering. 271 271 2600.
26:00. Aloqaga chiqasizlar. Akamizda har doim bo'ladi sigirlarimizda mana. Mana sifatli. Ag'idan ham bag'dan ham sog'diraveradi, o'ta yuvosh. Bozoringiz bo'lsin aka, charchamang. Ha, aytgansiz. Necha yil bo'ldi aka? 12 million so'm sigirimiz qisir. Bugungi bozorimizda 12 million so'm bo'lib mana shu sigirimiz. Necha yilga bordi hoji aka bu? 21. Bolasini va no'g'oscha. Mana keladi bugungi bozorimizda 21 million so'mga berilgan ekan, bolasini no'g'oscha mana. Yigirma bir. Bolani o'g'izcha berilgan yo'q ekan. Chetdamiz uni. Buni akalar. Aka nechta bor? 27 million so'm. Bolasini o'g'izcha? Ovoz buni Ikkita bolami? Egiz ekan akalar mana. Qani? Mana akalar. Egiz ekan aka bugungi bozorimizda. Egizlar chiqibdi. Bugungi bozorimizga egizlardan. Hech pulga bermayapsiz? 27 million qilyapti. 27 million so'mga berilgan yo'q ekan akalar. Ishqozlarga telefon raqam. 95lik 95lik 344 344 88 87. 88 87 aloqaga chiqarasizlar. Egiz deganlarga biri Novos, biri Hunajin ekan akalar. Uchinchi bolalar ekan 27 million so'm savdolari bo'lyapti akalar. Bugungi bozorimizdan. Kela bozorlaringizni charchamaydi. Xurshid nech pul oldi bu? Sparlilardan. 36 million 200 ming. Bola nima? Bola Hunajin. Qani aka? Bugungi bozorimizda. Ena bola deganlarga mana akalar. 3-qoringa mana 36 million 200 ming so'mga barakasi bo'ldi akalar, sotiladi. Bugungi bozorimizda. 3-qorini 23 ta suti bor deya 20 taga javob. 23 ta suti bor deyilgan ekan, 20 taga javob berilaveradi ekan akalar. Endi qo'shib berganga sotiladi, xudo xolasa, dastlabkilari bor. 36 million 200 ming so'm bor barakasi. Foydasi sotamiz. Shu. Ishqozlarga telefon raqam. 20 ta sutga javob ekan. 25 taga javob. Bunisi 25 ta, bunisi 20 ta. Ha, 20 taga olishaversin kim bo'lsa. Telefon raqam aytsinlar. 95lik Aha, 261 261 4047. 4047 aloqaga chiqarasizlar. Faqat bolasi. Bozorlar ham bersin, charchamanglar. Hozirgi raqamga aloqaga chiqarasizlar, yetkazib berishadi akalar. Akalar bugungi bozorimizda. Bolasi ham Hunajini? Bolani Novos. Novos ekan bolasi. 18 ga olib qo'ysa kerak, 20 ga qaraladi. Shunaqada siz ham sotamiz deb olmoqchiman-da. Mana kelar bugungi bozorimizda nechta 53 million qilyapti. Savdolari 53 million so'm, bolasini o'g'ilsa kelar mana. Qizg'in savdolari. Nech pul oldi bu? Nech pul deyapsiz? 10 million so'm. 53 million so'm savdolari bo'lyapti mana shu sigirimizda. Bugungi bozorimizda. Qanchaga? Nech pulga bordi aka? 16 baho aytyapti, endi so'rayapmiz. 16 baho aytyapti. Fayzli bozor aka. 16 million kami bor a? Savdolar boshlandi. 16 million kam bor ekan. Necha yil beryapsiz? 14 million so'mga bering deyishyapti akalar. Savdolar qizg'in, xudo xolasa bozorimizda. To'qol paroda aka. Mana keldi. 14 million so'm savdolar boshlandi.
Berilgan yo'q. Qizg'in savdolar mana. Ha, joyda sigirlarimizda. Endi. So'qimlar 25 gacha aka, o'taverasiz. Fayzli bozor. Boyaga necha bermaz buni? 19 million so'm. Bola hunajimmi? Bolasini o'z cheka kelaman. 19 million so'mga berilgan ekan. Necha pul olibdi sigarina bola? Necha pul oldi? Qochaga necha pul oldi? 23 million. Bolasini o'zi 6 litr suti bor. Mana aka, 23 million so'm birinchi tug'ishga. Bolasini o'z 23 million so'm bo'libdi akalar. Mana akalar, o'zimizda arzonchilardan mayda hunajillarga o'tdik, xudo xolasa. Bo'ylari 80-90 bo'lgan hunajillarimiz. Hoji aka, necha pul deyapsiz bularni? 6 qilyapti. Qaysi birini? Bunisi-na 6 million so'mga berilgan ekan. 7,5, 74 dan berilgan yo'q. To'g'ri bir joyga mana. Akalar. 6 million so'm savdolar bo'lyapti hozir mana shu bozorda. Oyoq uzun narsa. Azg'inam. 6 million so'mga savdosi. Ishqozlar telefon raqam 93lik. 93lik 150 51 87. 51 87 aloqaga Menimcha bugun chiqasizlar. sotilmaydi-yu, tilpa qilaversin. Xudo xolasa yetkazib berasa dastavkalar bor. Bo'ldi akalar buni. Aloqaga chiqasizlar. 6 million so'm naqd savdosi bo'lyapti mana shu. Qo'shganga beraman deyishyapti akalar. Mayda hunajillarimiz ham serob ekan bugungi bozorimizda. Assalomu alaykum. Hamkasblar bor. Mayda hunajillarimiz. Jupi nechi pul? 66 qilyapti, mana 6 qildi. 66 ga 6 million so'm savdolar bo'lyapti ekan. Bugungi bozorimizda. Telefon raqamlarimiz 95lik 100 66 01. 6601 aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana shu sifatli hunajillarimiz. 6 millionga 66,5 berilgan yo'q ekan. Buni marda 5 million so'm bo'pti akalar, berilmayapti ekan 5 million so'mga. Hoji aka siznikichi? 6 millionga yo'q, berilgan yo'q. Buni 4 millionga beravering. Ha. 2 million ursamizmi? Mana akalar. 6 million kami bor ekan, kelishgan holda olinaveradi. Bozorlarimiz serob, xudo xolasa. Yo'qanchilik. Assalomu alaykum, tuzimsiz. Nech pul deyapsiz bu to'rovni? To'rovni bularni 11,5 dan deyapti. Kami bu ozgina. Bularni 9,5 dan kami bor ekan akalar. Bular nech bo'ldi bozor? bozor Olasini. ularda 87. 87 ga berilgan yo'q akalar. Ular 9 million. 9 millionga bermayapsiz bunisini? Ha, ular ikkovini 10,5 dan qilyapti. 10,5 dan berilgan yo'q ekan. Sifatli hunajillarimiz. Jida ko'chatiga talashib turibmiz. Ishqibozlarga telefon raqam. 99lik 901 Aha. 36 40. Aloqaga Telefon qilishaversin, bor uylarda ham. Dastavkalari ham bor, xudo xolasa. Kelishamiz. Yetkazib berishadi vodiy bo'ylab. Texnika bor. Mana akalar, sifatlilardan Bemalol xudo metrga xolasa. solib telefon qilishsa, Ya bozoringiz bersin, charchamang. ha, shvedlari bor. Mana sifatlilardan. Mana akalar, hunajillarimiz sekin, serobgarchilik. Jupinishga bor do'st.
18 million so'mga berilgan ekan jupini mana. Bugungi bozorimizda. Bu 8 million so'm savdolar bo'lyapti ikkovini bir jiga. Telefon raqami ishqibozlarga. 50 105 33 30 aloqaga chiqaverasizlar, har doim bo'ladi. O'zimiz joydagi hunarchilardan xudo xolasa. Tanich vermas shu yerda. Mana akalar, bugungi bozorimiz. Novvoschalar bilan hunarchilar. Hunarchilar. Nima dedi aka bozor? Bozor 87, 8 ga 87 berilgan yo'q. Mana akalar, bugungi bozorimizda. Necha pul bordi? Qaysi biri savdo bo'lyapti aka? Mana shu qora. Necha pul? 8 million. 8 million so'mga berilmayapti ekan. Mana akalar, bugun bozorimizda 8 million so'm berilgan yo'q ekan. Mana akalar, savdolar bo'lyapti 8 million so'm. Qo'shdingizmi jinday? Yo 8 mi hali ham? 8 million toza. Toppa toza, chek toza o'zidan ekan akalar. Berilgan yo'q mana bugun bozorimizda. Bu jupini nimalarda aka? 7,5 dan so'rayapmiz. Jupini 15 millionga berilgan yo'q. Mana akalar. Ishqibozlarga telefon raqam. 7 dan ham bo'laveradi, 7 dan. Ketaveradi. Srazu o'tvoram. Sirazi o'tib berasiz. Ishqibozlariga telefon raqam 90. 98 90 90 aloqaga chiqasizlar aka. 7 million so'mlar beraveraman deyishyapti mana. 7,5 dan deb turib 7 milliondan ketdi ikovi. Bunda 8 million top tozaga berilmayapti bugungi bozorimizda. Savdolari qizg'in xudo xolasa mana akalar bugungi bozorimizda. Bering aka 8 tozaga. Bozoringizni bersin, charchamanglar. Mana qizg'in savdolar buqachalarimizdan boshlanadi. Necha pul qoldi aka? Qizg'in savdolari. Mana o'shani qancha qildi hoji? Mendan beri qoldi 10 bo'lsa soatida tashab ketdi. 10 bo'lsa soatida tashab ketdi. Bunisi necha pulga bermayapsiz? Yo'q, bunisi 10,5 qilyapti. 10,5 ga berilmayapti. Mana akalar, 10 million 500 ming so'm savdolari bo'lyapti. Sabirdan chinni bergan. Necha pul do'st? 9,5 million so'm savdolari bo'lyapti. Bugungi bozorimizda. Buqachalar. Hayajon. Mayda ham bormidi? Necha pul deyapti? Buni olmayman. Mana qo'l. Erkak. Nechta olasizlar? Shirin so'zlar. Ismini aytmang unaqa bozorda. Mana akalar, mayda ko'chatlarimizdan. Bo'ylari 80-90 bo'lgan novoschalarimiz. Mayda ko'chatlar. Abdulhay nechi pul? 10,5 dan kami bor. Qo'y suyuqqa. Oqtoyda 9 million so'm kami. Bozorimiz nimada? 8 million 200 ming so'mga ash ko'chatchamiz berilgan ekan. Bularcha shvedchalar. Jo'birjiga 9,5 dan berilgan yo'q ekan akalar bugun bozorimizda. Ishqibozlarga telefon raqam 99lik 606 0098 aloqaga chiqaverasizlar akalar, har doim bo'ladi Abdulhayda. Sifatlilaridan. Mana shu olib yetkazib beraverasizlar, ha? Dastlabkalarni. Hammasidan bor, xudo xolasa. Bozoringiz bersin, charchamang. Akalar, sifatli ko'chatchalarimizda 8 million so'mdan kami bor ekan, to'rov bir joyga xudo xolasa. Mana buqachalarimiz sifatlilaridan. Bo'ylari 70, 80, 90 bo'lgan novoschalarimiz 8 dan kami bor ekan. Aka ishqibozlarga telefon raqam. Sifatli novoschalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 90 570 56 78.
har doim tavba berishga harakat qilamiz akalar mana.